هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsiri 89. ayetin başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maide suresi 89. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah sizlarni sahvanlik bilan qilgan qasiminglar uchun javobgarlik tortmaydi. Lekin sizlarni qasddan qilgan qasiminglar uchun javobgarlik tortadi. Bundaq qasiminglarni buzsanglar, uning kaffarati oilanglarga beradigan o'ttir darajalik tamaq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirishdir. Yoki ularga, ya'ni 10 miskinga badanini yipib turadigan bir qur kiyim berishdir. Yoki bir qul yoki bir cho'rini ozod qilishdir. Kimiki bundaq qilishga kuchi yetmasa 3 kun ro'za tutish lozim. Bu ani shu ichgan qasiminglarni buzganliginglarning kaffaratidir. Qasiminglarga rioya qilinglar. Ya'ni kelmas qasam ichmanglar. Sizlarning shukr qilishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga ana shundaq bayon qiladi. Maqsadsiz qasam qilish to'g'risida. Biz Sura Baqaraning tafsirida maqsadsiz qilingan qasam haqida to'xtalib o'tgachga bu yerda qayta takrorlamaymiz. Ammo maqsadsiz qasam deganlik bo'lsa, kishilarning qasam qilishini niyat qilmay, Alloh taolaning nomi bilan qasam qilaman deyishdir. Kishilarning qasam qilishini niyat qilmay, Alloh taolaning nomi bilan qasam qilaman deyishdir. Qasamni buzganning kaffarati to'g'risida. Bundaq qasaminglarni buzmanglar. Onun kaffarati oilanglarga beradigan o'ttir darajalik tamoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirishdir. Ya'ni miskin va faqirlarga tamoq berildi demakchidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas, Said ibn Jubayr va Ikrima qatorliqlar bola chaqanglarga yegizadigan tamoqinglarning eng obdinini beringlar deganlikdir deydi. Yoki ularga, ya'ni 10 miskiniga badanini yipib turadigan bir qur kiyim berishdir. Ya'ni mayli er yoki ayol kishiki bo'lsin, ularga namoz o'qiganda avrat yerlarini yopqudek kiyim-kechak berish deganlikdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Har bir miskinga bir ton yoki bir yaktak berish lozim. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid eng oddiysi bir kiyim berish lozim. Agar uningdan ko'p beraman desimi o'z ixtiyori deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan, Abu Ja'far Boqir, Ata, Tavus, İbrahim Naxai, Hammad ibn Abu Sulayman va Abu Malik qatorliqlar kiyim-kechak berganda har bir miskinga birdim bersi bo'ladi degan. Yoki bir qul yoki bir cho'rini ozod qilishdir. Ya'ni ozod qilingan qul musulmon qul bo'lishi shartdir. Buning dalili İmam Malik, İmam Shafi'i va İmam Muslimning Muaviya ibn Hakamdan rivoyat qilgan hadisdir. Bu hadisda mundaq deb kelgan. Muaviya ibn Hakamga bir qul ozod qilish kerak bo'lib qolganda, u bir qari didakni payg'ambar alayhisalomning oldiga ilib keldi. Bu didakni ozod qilsa
izat qilsam durust bo'lamdi deb so'raydi. Payg'ambar alayhisalom u dedekdan Alloh qayerda deb so'raydi. U dedek osmonda deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom yana men kim deb so'raydi. U dedek sen Allohning payg'ambari deb javob berdi. Buni anglagan payg'ambar alayhisalom Muaviyaga u mu'min ekan, azat qilsang bo'ladi deydi. Yuqorqilar qasamning kafarati uchun tanlashga bo'ladigan 3 xil yo'l bo'lib, qasamni buzgan kishi bu 3 xil yo'lning mayli qaysi birisini tanlasin, bütün olimlarning birlik kelgan fikri bo'yicha kafaratni ado qilgan bo'ladi. Oyatda kafarat berish tartibini asan yo'ldan, ya'ni miskinlarga tamoq berishdan boshlanadi. Chunki tamoq berish kiyim kiygizishdan oson. Kiyim kiygizish bo'lsa, qul ozod qilishdan oson. Agar qasamni buzgan kishi yuqorqi 3 ishning birini mi qila olmasa, kafarat uchun 3 kun ro'za tutsa bo'ladi. Chunki Alloh taolo mundaq degan: kimiki bunda qilishga kuchi yetmasa, 3 kun ro'za tutishi lozim. Bu oyatni Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud va ularning shogirdlari arqadan 3 kun ro'za tutdi degan ma'noni bildiradigan uslub bilan o'qigan. Bu xil o'qilish usuli ko'pchilik o'qib kelayotgan 7 xil o'qish usulidan bo'lmasa-mu, lekin eng oddiysi bir yoki 2 sahobadan rivoyat qilingan hadis. Yoki sahobalarning tafsiri bo'lishi mumkin. Buning har ikkisi payg'ambar alayhisalomdan bevosita anglagan hadis darajasida turdi. Bu ana shu ichgan qasaminglarni buzganliqinglarning kafaratidir. Ya'ni bu qasamning shariatda belgilagan kafaratidir. Qasaminglarga rioya qilinglar. Ya'ni kelmas qasam ichmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir qasaminglarni buzsanglar kafarat bermay tashlab qo'ymanglar. Sizlarning shukr qilishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga ana shundoq bayon qiladi. Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butla, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlar bilan pal silish shaytonning ishi. Paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Şeytan aroq, qimor orqali aranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar amdi aroqdan, qimordan yanmamsizlar? Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Ularga muxolifatchilik qilishdan hazar qilinglar. Agar itoat qilishdan bosh tortsanglar, bilinglarki, Rasulimizning mas'uliyati faqat ochiq tabliq qilishdir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar harom qilinmagan narsalarni yesa, ichsa hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular harom narsalardan saqlansa, iymonida va yaxshi amallarida izchil bo'lsa, ondan harom qilingan narsalardan yana saqlansa va harom deb e'tiqod qilsa, ondan harom qilingan narsalardan davomli saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh yaxshi ish qilguvchilarning do'stidir. Aroq bilan qimorning harom qilinganligi to'g'risida. Bu oyatlarda Alloh taolo mu'min bandalarini aroq ichishdan, qimor o'ynashdan to'sdi. Ali radhiyallohu anhuning shaxmat o'ynashmi qimordir deganligi rivoyat qilindi. Ata, Mujahid va Tavus qatorliqlar qimorning tusini olgan, hatto kichik bolalarning yanaq urushtirib va tuxum chekib o'ynashlaridek ishlarning hammasi bu oyatda cheklangan qimorning turlari ichiga kirdi deydi. Islom kelishdan burungi davrida arablar qimor o'ynaydi.
islom kelgandan keyin Alloh taolo ularni bundoq past qilmishlardan to'sdi. Tiklangan toshlar va pal o'qlar to'g'risida Ibn Abbas, Mujahid, Ata, Said ibn Jubayr va Hasan qatorliqlar tiklangan toshlar va pal o'qlar to'g'risida to'xtalib, tiklangan toshlar islom kelishdan burungi arablar qurbonlik qiladigan mollarini elib kelib, oldiga qo'yib bo'g'izlaydigan toshlardir. Pal o'qlar bo'lsa, pal selishga ishlatadigan o'qlardir deydi. Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butla, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal silish shaytonning ishi, paskini qiliqlardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu ishlar Alloh taoloni g'azablantiradigan shaytonning qiliqlaridandir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jubayr bu ishlar gunoh ishlardandir dedi. Zayd ibn Aslam şeytanның eng yomon ishlaridandir dedi. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Bu oyat kishilarni aroqdan yiroqlashishga qilgan rag'batlantirishdir va shayton aroq, qimor orqali oranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi, sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi aroqdan, qimordan yanmamsizlar degan oyat bo'lsa, kishilarni ogohlantirish va ularni qo'rqitish uchundir. Aroqning cheklanganligini bayon qilib kelgan hadislar to'g'risida Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Aroq 3 bosqichga bo'linib harom qilindi. Payg'ambar alayhisalom Madinaga kelgan mezgilda kishilar aroq ichib, qimor o'ynashib yurishadi. Ular bu ishning hukmi to'g'riliq Payg'ambar alayhisalomdan so'raganda Alloh taolo: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sendan aroq va qimor to'g'risida so'rashdi. Sen ularga buning har ikkisida cho'ng gunoh va kishilarga ozgina moddiy foydami bor. Lekin ulardagi gunoh foydaga qaraganda texmi cho'ng degin. Ular sendan nimani sadaqa qilish to'g'riliq so'raydi. Ehtiyojdan ortiqni sadaqa qilinglar degin. Dunyo va oxiratning ishlarini tafakkur qilishinglar uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga shundoq bayon qildi. Kishilar bu oyat bizga aroqni harom qilyaptimi? Faqatla buning har ikkisida cho'ng gunoh va kishilarga ozgina moddiy foydami bor deb ko'rsatdi deyishib, yanada aroqni ichib yuraverdi. Bundaq qilish toki kunlarning birida muhojirlardan bir kishi hamrohlariga sham namoziga imom bo'lib namoz o'qiganda oyatni almashtirib xato o'qigan va xato o'qigan voqealigi yuz berganligicha davomlashdi. Bu chaqda Alloh taolo ma'nosi burunqi oyatdan qattiqroq bo'lgan: "Ey mu'minlar, sizlar mast bo'lsanglar, nima da'vat qilinglarni bilganinglargacha namozga yaqinlashmanglar" degan oyatni nozil qildi. Bu oyatdan keyinmi kishilar aroq ichib yurishadi, lekin namozga mastlik holatida kelmaydi. Bir mezgil o'tgandan keyin Alloh taolo: "Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butla, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlar bilan pal selish shaytonning ishi, paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar"dan iborat aroqdan qattiq pozitsiyada to'sqan oyatni nozil qildi. Shu chaqda kishilar: "Ey Robbimiz, bo'ldi, biz aroqni tashladik" deydi. Ba'zi kishilar Payg'ambar alayhisalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, ba'zilar Alloh taolaning yo'lida jihad qilib o'ldi. Ba'zilar uylarida vafot bo'lib ketishdi. Ular aroq ichadi va qimor o'ynaydi. Ularning hukmi qanday bo'ladi?" deb so'radi. Alloh taolo ularning savoliga javoban: "Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar harom qilinmagan narsalarni yesa, ichsa,
hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular harom narsalardan saqlansa, iymonida va yaxshi amallarida izchil bo'lsa, ondan harom qilingan narsalardan yana saqlansa va harom deb e'tiqod qilsa, ondan harom qilingan narsalardan davomli saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh yaxshi ish qiluvchilarning do'stidir degan oyatni nozil qildi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhisalom aroq va qimorning harom qilinishi agar ular hayot vaqtida bo'lgan bo'lsa, ularni cho'qim sizlarga o'xshashli tashlaydi dedi. İmam Ahmed'ning rivoyat qilishicha, Umar radhiyallohu anhu: "Ey Rabbim, aroq haqida bizga qanoatlanarlik bir hukmni bayon qilib bersang" deb tilaydi. Ondan Alloh taolaning: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden aroq va qimor to'g'risida so'rashidi. Sen ularga buning har ikkisida cho'ng gunoh va kishilarga ozgina moddiy foydami bor, lekin ulardagi gunoh foydaga qaraganda texmi cho'ng degan oyat tushirildi." Bu chaqda Umar radhiyallohu anhu chaqirtilib, uning bu oyat o'qib berilganda, u yanala: "Ey Rabbimiz, bizga aroq haqida qanoatlanarlik aniq bir hukmni bayon qilib bersang" deydi. Shuning bilan, ey mu'minlar, sizlar mast bo'lsanglar, nima da'vat qilinglarni bilganinglarcha namozga yaqinlashmanglar degan oyat nozil qilindi. Bu oyat nozil qilingandan keyin Payg'ambar alayhisalomning muazzinlari namozga azon to'lab, namozga kelinglar degan chaqiriqdan keyin namozga mas holatida kelmanglar deb qo'shib to'laydi. Bu oyat Umar radhiyallohu anhuga o'qib berilganda, Umar radhiyallohu anhu yanala: "Ey Rabbimiz, bizga aroq haqida qanoatlanarlik aniq bir hukmni bayon qilib bersang" deb tilidi. Shuning bilan, ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal silish shaytonning ishi. Paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Shayton aroq, qimor orqali oranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi aroqdan, qimordan yonmamsizlar degan oyat nozil qilindi. Umar chaqirtilib kelib, bu oyat uning o'qib berilib, sizlar endi aroqdan, qimordan yonmamsizlar degan yeriga kelganda Umar: "Yondoq" deydi. Bu hadisni İmam Tirmizi, Nasai va Abu Davud qatorliqlar shunday rivoyat qilgan. İmam Buxoriy va Muslim Umar radhiyallohu anhu mu'minlarning boshlig'i bo'lib turgan mezgilda Payg'ambar alayhisalomning munbiriga chiqib, kishilarga mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey xaloyiq, aroqni harom qilgan oyatlar nozil qilindi. Aroq, üzüm, xurmo, asal, bug'doy, orif qatorliq 5 turlik narsadan yasaladi. Issa aqlni ketkizib yetadigan har qanday narsa aroqdir. İçsə aqlni ketkizib yetadigan har qanday narsa haromdir. İçsə aqlni ketkizib yetadigan har qanday narsa aroqdir. İmam Buxoriy Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Aroq harom qilingan shu chaqlarda Madinada 5 turlik aroq bor bo'lib, uning ichida üzüm aroqi yo'q deyarlik edi. İmam Ahmed Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Abu Talhaning uyida Abu Ubayda ibn Jarroh, Ubay ibn Ka'b va Suhayl ibn Bayda qatorliq kishilarga aroq quyib berib ular mast bo'lib qolayli degan edi. Musulmonlardan biri kelib, "Sizlar aroqning harom qilinganligini bilmadinglarmi?" deb so'radi. O'ltirganlar: "Biz surishti qilib ko'rayli" deb javob berishdi. Ondan menga: "Ey Anas, ko'zingda qolgan aroqni to'kib et. Kishilar
aroq ichmaydigan bo'libdi dedi. Ko'zidagi xurmo ariqi edi. Shu chaqdilla Madinadagilar aroqni xurmodan yasaydi. Shu chaqlarda Madinaliklar aroqni xurmodan yasaydi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Aroq harom qilingan chaqda men Abu Talhaning uyida kishilarga xurmodan yasalgan aroq quyib berib Del shu chaqda birsining to'lg'an ovozi anglandi. Abu Talha meni chiqib qarab beqishga buyurdi. Chiqib qarasam bir jakarchi aroq harom qilindi deb to'lab o'tibdi. To'kib etilgan aroqlar Madina ko'chalarida iqishga boshlabdi. Abu Talha bu ahvolni o'qib, aroqni elib chiqib to'kib dedi. Men aroqni to'kib etdim. O'ltirgan kishilarning ba'zilari falani pokonalar ichket aroqlari qo'rsaqlarida qolgan holda o'lib ketgan edi. İçken aroqlari qo'rsaqlarida qolgan holda o'lib ketgan edi. Ularning hukmi qandoq bo'lar deyishdi. Allah Teala bu vaqtda iman etgan ve yaxshi amallarni qilgan kishilar haram qilinmagan narsalarni ichsa hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular haram narsalardan saqlansa, imonida ve yaxshi amallarda izchil bo'lsa, ondan haram qilingan narsalardan yana saqlansa ve haram deb e'tiqod qilsa, ondan haram qilingan narsalardan davomli saqlansa ve yaxshi ishlarni qilsa, Allah yaxshi ish qilguvchilarning do'stidir degan oyatini nozil qildi. Ibn Jarir Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Abu Talha, Abu Ubayda ibn Jarrah, Abu Tujana, Muaz ibn Jabal ve ibn Suhayl ibn Bayza qatorliqlarga xurmoning g'o'zi bilan qiyiqidan aralashtirib yasalgan aroqni quyib berib o'tatdim. Bu aroqning ta'siridan ularning boshlari aylanishga boshlaganda men aroq harom qilindi deb jakarlagan ovozni angladim. Shuning bilan darhol aroqlar to'kilib, ko'zlar chiqildi. Bu yerda o'ltirganlarning ba'zilari tahorat oldi, ba'zilari g'usl qildi. Biz Salamaning atiridan o'zlarimizga chechib payg'ambar alayhisalomning masjidiga kirdik. Bu chaqda payg'ambar alayhisalom: "Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlar bilan pal silish shaytonning ishi. Paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishlaridan yiroq bo'linglar. Shayton aroq, qimor orqali oranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar hamda aroqdan, qimordan yonmamsizlar" degan oyatni o'qiyotdi. Oradan bir kishi: "Ey Allohning payg'ambari, bundan ilgari aroq ichib o'lib ketganlarning hukmi qandoq bo'ladi?" deb so'radi. Shu chaqda Alloh taolo: "Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar haram qilinmagan narsalarni ichsa hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular haram narsalardan saqlansa, iymonida va yaxshi amallarida izchil bo'lsa, ondan haram qilingan narsalardan yana saqlansa va haram deb e'tiqod qilsa, ondan haram qilingan narsalardan davomli saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh yaxshi ish qilguvchilarni do'st tutadi" degan oyatni nozil qildi. Keyingi bir mezgilda bir kishi Qatadadan: "Sen bu voqelikni Anasdan anglaganmi?" deb so'raganda Qatada "Ha" deb javob bergan. Yana bir kishi Anasdan: "Sen bu hadisni Rasululloh payg'ambar alayhisalomdan anglaganmiding?" deb so'raganda Anas "Ha, angladim." Yoki faqat yolg'on so'zlamaydigan bir kishidan, ya'ni payg'ambar alayhisalomni demoqchi, angladim. Biz yolg'onmi aytmaydik.
biz ham yolg'on aytishnimi bilmaydiq dedi. İmam Ahmed Abdullah ibn Umar radıyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Aroqqa aloqador mundaq 10 narsaga la'nat qilindi. U bo'lsa-mu aroqning o'zi, uni ichguchi, quyib berguchi, sotquchi, setib olguchi, aroq siqqchi, siqtirguchi, yo'tkiguchi, yo'tkatguchi. İmam Ahmed Abdullah ibn Umar radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom to'ygilarning ig'iliga berish uchun chiqdi. Men uning bilan birga chiqib, o'ng tarafida mangdim. Abu Bakr radıyallahu anhu kelib bizga qo'shildi. Men Payg'ambar alayhisalomning o'ng tarafini uning uchun qoldirib, so'l tarafiga o'tib mangdim. Azroq o'tganda Umar radıyallahu anhu bizga qaytildi. Men uning Payg'ambar alayhisalomning so'l tarafini berib, ular bilan birga mangdim. Biz menib to'ygining ig'iliga kelsak, ig'ilda bir tulumda aroq bor ekan. Payg'ambar alayhisalom buni ko'rib, meni qangroq ilib kelishga buyurdi. Men shu kungacha qangroqning nimaligini bilmaydim. Qangroqni ilib keldim. Payg'ambar alayhisalom qangroq bilan tulumni kesib, aroqni to'kib etdi va mundaq dedi. Aroq uni ichguchi, quyib berguchi, sotquchi, setib olguchi, yo'tkiguchi, yo'tkatguchi, aroq yasog'uchi, yasatquchi va pulni yeguchidan iborat hammasiga la'nat qilindi. İmam Bayhaqi Saidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Aroq haqida 4 oyat tushdi. Said yuqoridagi hadisni bayon qildi va yana mundaq bir ishni so'zlab berdi. Ansarilardan birisi bizni tamoq taklif qildi. Bu ziyofat aroq harom qilinishdan burun bo'lgan ish edi. Biz aroq ichib, tanshilib, o'zaro o'zimizni maqtishib, faxrlanishga boshladik. Ansarilar biz afzaldirmiz dedi. Muhacirlar biz afzal dedi. Talash tortish avjiga chiqqanda bir ansari to'ygining so'ngini elib burnimga birini qo'ydi. Shuning bilan burnim puchuq bo'lib qoldi. Bu sabab bilan Alloh taolo ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal selish shaytonning ishi. Paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Shayton aroq, qimor orqali oranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi aroqdan, qimordan yanmamsizlar degan oyatni nozil qildi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. İbn Abu Hatem Abdullah ibn Amr'ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlar bilan pal selish shaytonning ishi. Paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Shayton aroq, qimor orqali oranglar dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi aroqdan, qimordan yanmamsizlar degan oyati Tavratda mundaq shaklda bayon qilingan. Alloh taolo haqiqatan xato ishlarni yo'qotish, o'yin tomosha qilish, usul o'ynash, od, dab, tambur va sunaychilik, she'r o'qish qatorliqlarni cheklash uchun Tavratni tushirdi. Aroqning ta'mi ochiqdir. Alloh taolo o'zining katta nomi bilan kimiki aroqni aroq harom qilingandan keyinmi ichsa, qiyomat kuni men uni ichadigan ussizligi yo'q, chanqigan holda tashlab qo'yman. Kimiki aroq harom qilingandan keyin uni tashlasa, men uni qiyomat kuni jannatda sharob bilan sug'uraman deb qasam ichdi.
imom Shafiy Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki bu dunyoda aroq ichib bu qilmishdan tavba qilmasa, oxiratda mukofot uchun beriladigan sharobdan quruq qoladi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Muslim Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Har qanday mast qilguvchi narsa aroqdir va har qanday mast qilguvchi narsa haromdir. Kimiki aroq ichib tavba qilmay, aroqkashlik holatida o'lib ketsa, oxiratda jannatning sharoblaridan ichalmaydi. Abdurrahman Osman ibn Affan radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Aroqdan yiroq bo'linglar. Chunki aroq hamma yomonliklarning beshidir. Burunqi zamonda bir abid kishi o'tgan bo'lib, u hech kimga aralashmay ibodat bilan shug'ullanadi ekan. Yo'ldan chiqqan bir ayol uni nihoyat yaxshi ko'rib qopti-da, dedikini avatib, sizni guvohchi bo'lib berish uchun chaqiramiz debdi. U abid dedak bilan u ayolning uyiga beribdi. U har bir eshikdan kirganda dedak eshiklarni ichidan taqib qo'yibdi. İchkirki uyga kirganda nihoyat chiroyli bir ayol bor bo'lib, qishida bir kichik o'g'il bola bor. Kichik bir o'g'il bola bilan bir kup haroq bor ekan. U ayol u kishiga Alloh nomi bilan qasamki, men seni guvoh bo'lib berishing uchun chaqirtmadim. Balki men seni ya men bilan ko'ngil ichishga, ya bu balani o'ltirishga, yoki bu haroqdan ichishga chaqirdim debdi. U abid zina qilishdan va balani o'ltirishdek ishdan haroq ichishni yengil bilib, haroqni ichidi. Ondan u mast bo'lib qilib, heliqi ayol bilan zina qilibdi. Ham heliqi kichik balani o'ltirib etibdi. Shunga haroqdan yiroq turinglar. Chunki haroq bilan iymon hech qachon petisha olmaydi. Imom Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Haroq harom qilinganda ba'zi kishilar: "Ey Allohning payg'ambari, buningdan burun haroq ichib o'lib ketgan qarindoshlarimizning ahvoli qanday hukm qilindi?" deb so'radi. Shuning bilan Alloh taolo iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar harom qilinmagan narsalarni ichsa hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular harom narsalardan saqlansa, iymonida va yaxshi amallarda izchil bo'lsa, ondan harom qilingan narsalardan yana saqlansa va harom deb e'tiqod qilsa, ondan harom qilingan narsalardan davomli saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh yaxshi ish qilguvchilarni do'st tutadi degan oyatni nozil qildi. Qibla o'zgartilgan chaqda ba'zi kishilar: "Ey Allohning payg'ambari, buningdan burun Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qigan qarindoshlarimizning namoziga qanday hukm qilindi?" deb so'ralganda, Alloh taolo Allah sizlarning iymoninglarni, ya'ni ilgari Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib etmaydi degan oyatni nozil qildi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Alloh taolaning iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar harom qilinmagan narsalarni ichsa hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular harom narsalardan saqlansa, iymonida va yaxshi amallarda izchil bo'lsa, ondan harom qilingan narsalardan yana saqlansa va harom deb e'tiqod qilsa, ondan harom qilingan narsalardan davomli saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh yaxshi ish qiluvchilarni do'st tutadi degan oyatni tushganda payg'ambar alayhisalom menga: "Ey Abdullah, seningmi shularning qatoridan ekanliging bishorat berildi" dedi. Bu hadisni Imom Muslim, Tirmizi va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan.
Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Maide suresi tefsirinden 93. ayetkiçe anıldığınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.